Hürmetli vatandaşlarım, bir leksiyemizden başlayımız. Bu leksiyemizden mavzusu mundaq. Mыңлыған, on mыңлыған şanganlıqla namayiş qilib, hayvelik, huquqçılıqqa qarşı turdi. Mavzulu xabar 10 ayının 1 günü Amerika ovozinin Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Suratli xabar mundaq başlandı. Şangan bir necha siyosiy partiya va guruhlar 10 ayının 1 günü Jungo'nun davlat bayrami tushdan keyin hayvelik, huquqçılıqqa qarşı turish namoyish o'tkazib, siyosiy besimga qarshilik ko'rsatdi. Siyosiy qonun mahkamasining boshlig'i Yuan Guochangning taxtdan tushishini talab qildi. Minglagan, on minglagan shanganliklar ko'chaga namoyishga chiqdi. Namoyishchilar Shangang ma'muriy hukumati va Beijing hukumatining huquqchilik bilan siyosiy besim yurgizishiga qarshi turdi. Namoyishchilar Shangang mustaqilligi lozungisi ko'tarib ko'chaga chiqdi. 10 mingdan ortiq namoyishchi Victoria Bauds tarafdan keldi. Texman nurg'un kishilar Tongluan, Wanzi qatorliq ko'chalardan chiqib, bu namoyishchilarga qo'shildi. Namoyishchilar yetib keladigan oxirgi bekat Jinjong hukumat binosining oldi edi. Namoyishchilar shuar to'lab demokratiya va qonun bilan davlat boshqarishni talab qildi. Shanganliklar o'zini-o'zi qutuldirish kerak deyishdi. Hayvelik, huquqchilikdan qo'rqmaydigan davrga kirishimiz kerak deyishdi. Yana bir xabar. Ko'klar va yeshillar hammasi Tayvan mustaqilligining po'risida yetib keldimi deb savol qo'yishdi o'ttaraga. Mavzulu xabar 10 ayning 1 kuni Germaniya to'lqinlarida e'lon qilindi va shu kuni Wanvi tor betiga ko'chirib besildi. Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen navbatda asosiy qonun islohoti harakati qo'zg'adi. Huquq va mas'uliyat moslashgan asosiy qonunliq siyosiy tuzum o'rnatmoqchi bo'ldi Tayvanda. Demokratlar partiyasining qonun chiqarish komitetining a'zosi bo'lgan Su Qiaohui qatorliqlar agishiblar asosiy qonunni o'zgartirish loyihasi o'tirib qo'ydi Tayvanda. Lekin Kuomintang ta'kidlab, asosiy qonun islohotini yo'lga qo'yish davlat tizimi, davlat belgisi, mustaqillik, birlik keltirish deydigan tema va siyosiy hukmlarga chekilmasligi kerak deb ko'rsatdi. Kuomintang bundaq hisobladi. Prezidentlik siyosiy tuzumida prezident Tsai Ing-wenning huquqi haqiqiy cheksiz kengaydi. Parlamentning nazorat qilish funksiyasi buzildi. Jahongirlik tuzumiga o'zgardi. Demokratlardan Su Qiaohui qatorliqlar asosiy qonun isloh qilish o'zgartirish loyihasini o'tirib qo'ydi. Markaziy hukumat siyosiy tuzum sistemasi prezidentlik tuzumiga o'zgartib, ma'muriy palatani bekor qilib, har qaysi ministerlikning prezident belgilaydigan, rahbarlik qiladigan, prezident davlat boshlig'i bo'ladigan va eng oliy ma'muriy daraja bo'ladigan ma'muriyat qonun chiqarish, adliya uch huquqni ayiradigan tuzum o'rnatish taklifini o'tirg'a qo'ydi. Tayvan Jungo munosabatiga berib ketilganda birlik keltirish, sobiq Junhua Mingo erkin rayonlar asosiy qonunni to'liqlab o'zgartirish, moddalarning birlik keltirishi deydigan moddalarni chiqarib tashlab, Jungo rayonidagi xalqning huquq va mas'uliyat munosabatlari deydigan bir moddani Tayvan davlatimiz Tayvan bilan Junhua Xalq Jamhuriyati xalqning huquqi va mas'uliyat munosabatlari deb o'zgartishni tashabbus qildi yoki modda qilib kirgizdi. Tashqari dunyo Tayvanda asosiy qonun islohot harakatiga yo'l qo'yish Jungo Tayvan munosabatiga ta'sir ko'rsatdi yo'q, diqqat qilishga boshladi. Tayvan quruqlik komitetining muavir raisi Yu Chunjing mundaq ko'rsatdi. Asosiy qonunni o'zgartirish Tayvanning ichki ishi. Tartib intayin qattiq. Bütün xalqning o'rtaq tonishini markazlashtirishimiz kerak. Huquq,
Jungo Tayvan münasebetiga aloqador har qanday mavzular murakkab. Söz görüş, şunu Tayvan Jungo münasebeti ve xalqaro siyosat ve inkaslarını bahalap, umumi yüzlük közütüp muvaffaq bir taraf qilishimiz lazım.